Atagina 100 ming evasiga Doniyor aka nima ish qilib berasiz aka? Aka 100 ming so'mga devorni bizga suv holatda topshiradi. Mana shunaqa Leonardo fasonda qabul qilib olishadi. Nima qilib bergansiz aka? Aka bu yerda X-Loy travertin mahsulotidan ishlatganmiz. Apparatda chaqlab berganmiz. Hop. Jemchu yoki lak ishlatmaganmiz. Bu yerda toza atachenta ishlatganmiz mana. Atachenta o'qib berasiz. Atachenta, toza atachenta. Aka, mashina ichiga usta haqqisi, aka narsiz, salafani sikuvchi hamma narsasini qilib berasiz. 100 ming so'm kvadratiga olasiz. Lesasigacha o'zimizdan. Lesasigacha o'zingizdan. Do'stlar, eshitib turinglar bu narsani. Nech puldan qilib bergansiz aka o'zi? Aka o'zi buni ko'chada ustalar juda yaxshi biladi, odamlar ham yaxshi biladi. Leonardo fason 140 ming, 150 ming so'm ko'chada narxi shunaqa. 100 mingdan qilib berasiz. 100 ming so'mdan qilib beraman. Ahad Mahmudov kanalidan ko'rdinglar, 100 ming so'mdan Leonardo fasondagi do'stlar, uyni vidiga baho berasizlar. Har bir santimetriga qo'l mehnati ishlaydigan do'stlar fason bo'ladi. Agar do'stlar uyingizni chiroyli qilib, hashamatli qilib, ustani zo'riga qildirmoqchimisiz, akamning nomerini pastga qo'ydirib qo'ydik do'stlar, aloqaga chiqing, moshni qilib berishadi. Betdagi o'shi nechta kotej bitkizib berdingiz? Aka, bu yerda 48 ta kotej bitkizib 48 ta kotejda bitkizib bergan do'stlar, katta ustalardan bo'ladi, aloqaga chiqaverasiz.